Allohga bo'lgan ishonch, hayot ne'mati, qalb xotirjamligi, ko'zlar quvonchi, saodat manbat kuyi. Ey xotirjamlik va farovon hayotni istagan banda, Allohga bo'lgan ishonching qani? Ey pokiza juftni istagan yigit, Allohga bo'lgan ishonching qani? Ey saodatli kunni istagan banda, Allohga bo'lgan ishonching qani? Ey qarzdor banda, Allohga bo'lgan ishonching qani? Musibatlarni boshidan ko'tarilishligini bandalar, Allohga bo'lgan ishonchimiz qani? Gunohkor bandalar, gunohlarni kechirishligiga bo'lgan Allohga bo'lgan ishonchimiz qani? Bizga mana shu ishonch naqadar kerak shu kunlarda. Suv bilan havodan ko'ra zarurroq bo'lgan ishonch. Bizda shu ishonch bormi? Axir Alloh menga duo qilinglar, ijobat qilaman degan, ishonmaymizmi? Allohdan ko'ra rostgo'yroq kim bor? Axir Parvardigorimiz Alloh tanglik, kambag'allikdan keyin yengillik, boylikni ham paydo qilib degan so'zga ishonch qani? Tanglik, mashaqqatdan keyin kenglikni ham, boylikni ham beraman deyapti Alloh. Ishonmaymizmi? Ishonaylik birodarlar. Tushkunlikka tushmaylik. Har xil gaplarga quloq solavermaylik. Peshonamizga Alloh yozganini oshcha narsa bo'lmaydi. Chunki hakimlardan biri aytgandek, yozilgan bo'lsa qayoqqa qoching? Yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqing?